Men shakar choyman. Kuningni men bilan boshlasang, bir necha soatdan keyin kuchsiz va holsiz qolasan. Men iliq suvman. Agar meni ertalab ichsang, metabolizmni ishga tushiraman va toksinlarni yo'qotaman. Men limonman. Agar meni va bir qoshiq asalni suvga solib ichsang, immunitetingni mustahkamlayman. Men kofeman. Agar kuningni men bilan boshlasang, hazmni tezlashtiraman va ochlik hissini yo'qotaman. Men ko'k choyman. Yomon xolesterinni kamaytiraman va yuragingni himoya qilaman. Men romashka choyman. Asabni tinchlantiraman va uyquni yaxshilayman. Men lavanda choyiman. Tinch uyqu va xotirjamlik beraman. Men dolchin choyiman. Hazmni yengillashtiraman va dam bo'lishini kamaytiraman. Men anorman. Qon aylanishini yaxshilayman va yuragingni qo'llab-quvvatlayman. Men quvnoq imbirman. Hazmni yaxshilayman. Qorin dam bo'lishini kamaytiraman. Men sabziman. Ichaklarni tozalayman va hazmni yaxshilayman. Men olmaman. Agar chesnok yegandan so'ng meni yesang, og'izdagi hidni tozalayman. Men kartoshkaman. Meni qaynat va sovutish uchun olib qo'y. Shunda mendagi kraxmal shakarni miqdorini boshqarib, immunitetni mustahkamlaydi. Men kashnichman. Meni o'tkir pichoq bilan to'g'ragin. O'tmas pichoq kletchatkalarimga zarar beradi. Men brokoliman. Tayyorlashdan oldin meni to'g'ragin va 10 daqiqa qoldirgin. Shunda rak bilan kurashadigan vitaminlar paydo bo'ladi. Men ovsyankaman. Uzoq vaqt kuch beraman. Menda B1, B5, B6 vitaminlari bor. Men guruch bo'tqasiman. Mendagi B vitamini asab tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Men grechka bo'tqasiman. Glyutensiz va temirga boyman. Qon tomirlarini mustahkamlayman. Men manka bo'tqasiman. Tez kuch beraman va kasallikdan keyin tiklanishda foydaliman.